Ali, ahvaldan qaraganda mashinaga azroq moy qoldirmabsiz-da. Bu hamma moyni yuzda surtirag'anda mashinaga moy qolamdi. Olma mahsuloti kim yetkazib sizni tutimizmi? Suv chiqarish mashinasi nimishki suv chiqamaydi. O bu hafta bilan mashinani olamdi. Nima qilasiz? 2 kundan beri hapilishib-atdi-ku. Qandaq bilsa? Bilma, qandaq ahvoldan qaraganda buning eligi mayli vaqtaydi. Shunda meningcha bu mashina chatig'i bekcha o'xshaydi, qo'ymayman. Qandaq bo'ldi? Hammalarni ish qilsam-mu, u bir narsa hech qimirlaymi demaydi. Shundan qaraganda chatig'i cho'ng o'xshaydi. Yesegilik mashina sazliq zavodimi? G'oz janjonni chaqirib bering. Sen hozirmi? Men bog'vanchilik maydonidagi Hahamud, qandaq ahvoling? O'zingning ahvoli qandaqroq? Ko'rishmagili xeyli bo'ldi. O'zing sog' salomat, o'rdan turib-o'tamsan. Sharga qachon kelasan? Ati yig'inga kelaman demsan? Hey. Biroqli yo'tkilib kelyapsan bo'lmamdi. Ramaxammo, xotirjam bo'lsa bo'laddi, ha? Ey og'ina, eylik sizlar bizga yordam qilgan jonivorning keliga sumak turib qoldi. Bir necha kundan beri hapilish hech amal qilamadik. Hozir bog'mi suv ichaman deydi, mevalarmi suv ichaman deydi, kuzlik ziroatlarmi suv ichaman deydi. Ha. Odam evatib remote qildirib berman dedingmi? Nahayt yaxshi. Kimdan aytsan? Kerim? Ha? Men bormanmi? Boshqalarning hammasi keçilik senin dişlavazsa, senden başka kim var idi? Mana bu, ondan kırık ötkende mağazagan maşininin bileti. Yana, 1 saat 40 minut vakit kaldı. Jigit, vazifini yaxshi o'rindab kelgin. Bog'vanchilik maydoni seni 4 ko'z bilan kutib turyapti. Bog'vanchilik? Çakcak, hatırca bulun. Vazifeni çokum yaxshi o'rindab kelma. Girib tayyorlik qilay. Qar qo'sh. Yaxshimisiz? Raziya, ondan balam, oppoq qizim, gap angla, ha? Eniş akam keşke ağıl gelmişsin. Nemishga akam og'il kelmisin deysa bolam? Akam edim qo'rqib ketganman, qo'rqayotganman. Akamning-chi bugun akşam nihoyat muhim ishi bor. U seni og'il kelmaydi. Apa! Voy,
Akan kep kaldı o. Hey. Apa? Akan ana. Ha, Raziye? Ha. Mama al beni. Yaxshimisiz. Hoş emse. Ha, apa, zavod meni bag'vonchilik maydoniga mashina remont qilishga evatdi. Qachonliqi ma'amsan? Soat 10:40da, kechda yana qaytib kelaman. 10:40 ma'amsan? Oram 1 soat 40 minutli vaqt qatdi-ku. Uyga berib, çayingni ichib tayyorlig'ingni qilgin. Oqshomliqi boshqa ish bor. Ha, nima ish? Uyga borganda deyman. Jira, uyga ketamiz. Ha, apa, men yana bir narsa ilib olay. Voy, chopsan ketamiz ha? Chaqqan çayingni ich. Ma'qul. La. Çayingni ichtayman. Kechikib qolsa. Qoldirmasam-chi, kiyimlarimni yangishni olay. Hey, bog'vanchilikka mo'l kiyim yetkab boramsan. Chopsan bo'l. Hop. Jenim balam, kechikib qolsa. Ma'qul. Kerim, kechikib qolasa deyman. Nima qilyapsa? Uyni nima cho'lamaman qilyapsan, ha? Kerim? Kerim. Bugun sana nima bo'ldi? Bog'vanchilik maydoniga boramsa, yo'q. Kim bormayman debdi. Qirishqandek pichoqning g'ilipini topolmayapman. Bu g'ilab, buvangdan dadangdan sana qolgan tavarik tursa, 50-60 yildan beri yo'qolmay, sening qo'lingda yo'qolsa qandoq bo'lg'ini? Yaxshiroq o'ylab boqqina, nada qo'ygansan? Hey, apa, qiziq gap qildi kelsa. Nada qo'yganligimni bilsam, izlab avorilamdim. Men oldirayman mang'ili. Eshigim oldiraydi, yotqili degandek, oldirganda bu falokatni ko'ring. Sen yaxshiroq o'ylab boqqina, zodi nada qo'ygansan? Texi oqshomni batdi. Ish qilib mushu uyda. Undaq bo'lsa, izgimay qo'y. Mashinani g'ilab bilan remont qilmagandan keyin men oldirmay izlab deb qo'yay, ha? Sen chopsanman. Apa, onundan ayrılsam ko'nglim tinmaydi. Onu hech qachon yenimdan ayirmaydiganligimni o'zing obdan bilasan-ku. Apa, ish chopinim qani? Voy. Bir narsa puraydi-ku. Kuygan narsaning purg'i. Voy. Benim uyvaramның hammasiga o't ketdi. Buna chapsam. Mashina mang'idiganga 30 minutli vaqt qoldi. Çayingni ichibman. Yaxshi ishlab kelgin balam. Kandırıp haqning kulgisi qap yurmagan yana, ha? Apa, xotirjam bo'g'in. Bog'vanchilikka borsam, men u yerda olaydi katta texnik olaman. Ular meni 4 ko'z bilan kutib turibdi. To'lib o atmay. Sen u yerga berib yaxshi ishlab, yaxshi nom elib kelgin. Hey, ilg'or suv tortish mashinasi ekan. Undan chorak narsasini shama qilib o'taman. Uy,
Mashina minishga ara 15 minut vaqt qolibdi. Nima? La. Chaqsam bo'lamisa? Qo'shig'im to'ydimi? Yeydigan bir narsa evolamsa? Ma, manamni elib olgin. Hey. Bo'la. Bog'chilik maydoni to'sa, qo'saq yeydigan narsa tepilmamdi. Menga taqadak bir narsa bagina. Nima qilsa? Kerak yo'q qiladi. Apa? Ha? Mana. Aka. Bugun kechda pauzga ishda chaqirib turinglar, ha? Kerem. Ay Kerem. To'xtab turgina jenim balam. Muhim bir ishni unutib qolg'ili tasli qaptiman. Oqshomliq qaytishingda cho'qim hammachang bilan yo'liqqin. Oy. Qizchaq, bir yeringiz og'rimaganda, bu itingizga jugan selvasangiz o'qidak, ha? Nima? Qoida bilmay yo'lni o'tirib turib olganlar jugan silish kerak. Sendegichi men davolay deb degan gapini qarab texi. Kerim, u heliqqa Tursun injenerning qizi emasmi? U degan dangliq agronom. Sen uningga nemishga qalaymiqqan gap qilsa? Tasimi bir deyishim nima ekan u? O agronom bo'lsa, men professor. Qancha bir cho'ning bo'p desmi, baribir ayolda. Meni ciddi işim var. Mashinam ket bo'lmaydi. To'xta deb. To'xta. Hey, bu nima qilganingiz? Gulga o'z keldimi? Xafa olmang qizchaq. Mening aytib ciddi ishim bor. Ishga kirib ol, ha? Hey, har qancha ciddi ishingiz bo'lsin, ketayotgan mashinaga eslamsiz. Siz nega bormoqchi? Biletingiz qani? Bilet? Bak. Mana bilet. Yo'ldosh, bu mashina Qizil Bayroq qo'ng'ishig'i bordi. Bog'lanchilik maydoniga mashina bordi. Siz kechikib qolibsiz, mashina qo'zg'alib bo'ldi. Hey. Ay, mashinaga yetib bo'lmaydi. Mayli. Hey, mashina to'xtat. To'xtat. Meni ciddi ishim bo'lsa, sizlar ishga mashina to'xtatmaysizlar. Sizlardan kimchi xizmat qilasizlar, ha? To'xtat! Meni g'alibim. Meni g'alibim. Mashina to'xtat! Nim bo'ldi? Nimanchi vaqiraysiz? G'alibim mashinada ketdi. Aynan. O sizni o'ladi. Albatta meningda. İşenmemsiz. Mana. Oy. Men mashinaning g'alibini izlayman deb kechikib qoldim. Qaramamsiz. Men bu yerda qat qilib g'ilobning mendan burun mashinada ketib qolganman. G'ilobingiz qandoqdek mashinaga chiqib qoldi? O'zim uqmayman. Balkim go'zal manzaralarni sayohat qilgisi kelgan bo'lsa kerak. Qizcha, endi qanday qilamiz? G'ilobingiz uchib ketmasalar, shoferga telefon berib qo'ysam, og'ach keladi. Siz qayerda ishlaysiz? Adresingizni yozib olay. Kim xabar qilaman? Men yezigilik mashinasozlik zavodida ishlayman. Men sizni cherishchimikin deb qopdiman. Onundan mı az to'liq xabarim bor. Agar xohlasangiz sizga bir necha nomer ko'rsatib berishim mumkin. Rahmat, boyatdan ko'rsatgan nomerlaringizni yetib boshladi. Qoida bo'yicha qatnash tartibini buzganligingiz uchun jarimani qo'yish kerak. Bo'pti, bu qatim kechirim qilaylik. Nima? Ölmekning ustiga tepmek degandek, mashina chiqarmaganning ustiga atiq jarimani to'landim. Qandoq bo'lsa, nimishqa mashinaga ulgurmay kechikib kelasiz? Men cho'ng ishlarni muhokama qilaman deb kechikib qoldim. Sizlar xalq uchun ishlash pozitsiyalarini to'g'rilanglar.
Ben hükümet işi bilen ketyapatım. Meni maşinadan kaldırıp koyuş asli sizlarning xatoliginglar. O'zinglarni tekshirishinglar kerak. Men sizga aytdim-ku, mashina bekatdan qo'zg'algandan keyin yarim yo'lda to'xtatishga bo'lmaydi. Mashinaga itilish qatnash tartibiga xilop. Ha, bu qoidachi, prinsipchi yo'ldosh. Bo'pti. Biz talashmaylik. G'ilavimni qacha olimi? Xatolig'ingizni bo'yningizga ilib, qoida yo'sinni to'nig'anda olasiz. Ha, bo'pti, amisa o g'ilabni sizga sovuq qilib etdim. Kechiring, sizning sog'ingizning menga keragi yo'q. Sizning qoida yo'sinlaringizning menga keragi yo'q. Sizga o'xshash qizni ikkinchi yo'liqdimisin? Canım balam, sana yana neyim oldu? Tura ornundan. Әмі пешкелік маңылы келемді. Asta, bu sergen qanda qilib yeyishilib ketdi ekan, ha? Shuncha oldirapmi, baribir ulguramabsan. Ikkinchi qitimliq avtobus soat nechida mangadi? Saat 1'de. Onda qilsa atdigan borasi. Anda qanda oludu. Ulan meni saqlab turayotgan bo'lsa. Ama Sammachaqning qishi qachon borsa? Apa, o ishga mening zodi meylim yo'q. Nima deding? Hey, sarang olib qoldingmi? Sammachaq sening uchun shuncha ovar bo'lib, bugun akşam muhim ish bor deb qo'ygan tursa, bormasang bo'lamdi. Shaharning qizlaridan tazimi bezar bo'ldim. Ular aytislar erlarlar taqallashib ekan. Qandaq dema balam. Shahardimi yaxshi qizlar nihoyat ko'p. Hay, mening ta'lim ajaldan ta'tir. Bog'lanchilik maydoniga bormaganligimni boshqalar bilib qolsa, men qanday qilaman? Andaq bo'lsa velosiped bilan borsangmi, kechga ulgurib kelalaysan. Nima? 30 kilometr yo'lga qandaqmi velosiped berib kelgan olur deymi? Uni desammi, unimisan? Buni desammi, unimisan? Ay, qanday qilsam bo'ldi amisa? Apa, birisi keldimi nima? Havaxonada yaxshi turdingizmi? Ha, tuyg'unmisiz balam? Qani, keling. Tag'am yuzdan biroz qo'g'inib yotibdi ekan. Opam sanimi yig'ib teksin deb ivatdi. O'tiring. Baxmi avar bo'lsizlar balam. Voy. Kerem bog'vanchilik maydoniga bormabdi-da. U og'rib qolgandi. Kiring uyga kiring. Keling. Balam. Voy qo'sqa. Tuyg'un ketdi. Voy. Sening qo'sig'ingning og'rig'i biroz yaxshimi? Yo'q, opa. Men bo'ldi-ki, qo'sig'im to'lg'ab og'rib turibdi. Biroq sen meni bog'vanchilik maydoniga evatmay qo'yding-da. Voy. Shundoq. Uni bog'vanchilik maydoniga men evatmadim. Uning qo'sig'i og'rib turibsa. Qandaqroq og'ina? Men seni doktorga olib berib ko'rsatib boqaymi? Yo'q, kerak yo'q. Birdam yotsamla o'nib qolaman. Siz kechilik ismindan tushibla tamoqni yemagansiz. Men sizga tamoq qilib beray, o'tiring. Rahmat ada, tamoq yedim. Tamoq yegan bo'lsangizmi, biz bilan yana yemamsiz. Voy. Doktorxona yaqin bo'lgandan keyin men seni olib berib ko'rsatib boqsam qandoq deysan? Yo'q, kerak yo'q. Bog'vanchilik maydonidagilar meni suv chiqarish mashinasini remont qilib berdi deb kutib turayotganda mening og'rib yotganimni ko'rmabsan. Voy. Ikkinchi qitimliq avtobus soat nechida mangdi ekan? Soat 1da. Ulgurdi ekanman. Ha? Nenda o'tsa? Bugun soat 5da Tursun ustamning uyiga berishga kelgansan. Agar ulgurib ishlanmay qolsam. Aslida sen turishib qo'ygan. Endi qizlar va'dalashib qo'ygan ekansan-da. Hey, sen bu bo'sh emasmi? Nima gapni qilyapsan? Ustamning qizi borligini tunji qitim sening og'zingdan anglayapman. Bo'ldi, menda yoshirmay qo'y.
Qara yüzlerini kızarıp gitti. O dağınlık agronom. Naydim güzel, şoğuk kız. Bırak onu köndürüş, asan düşmeydi. O kelgisi de senin. Bay sen kiliştin ilgiri, birden talaqışı girip, ahir bolanmay ayrım bilen yitip ağattım. Emis yitip ağı? Yaq bolda tolu yetip zerikip gettim. Hazır qozuğum tolga bağırıp atıdı. Andak bolsa, doktorunu müşagili çakırıp gele. Yaq. Hazır menin ensiravatqının bağvançilik meydanı. Bundak bolsun. Bağvançilik meydanға velosiped bilen 3 saatda yetip bağıl boludu. Sen hatırcam yetip demagın. Men berip ulanın su çıkırış maşinesini remote qıp berip gele. Bugün saat 5'sine aylık mühim işin var emasmı? Bağvançilik meydanıga özüm ömülep bolsun barım. Yaq, sen hatırcam demagın. Men bir ilacı qilip saat 5'ge ulgurip yetip gelemen. Tuygun. Tuygun ketip kaldı mı? O velosiped bilen bağvançilik meydanıga ketdi. Tuygun kaldı yigitçi mi? Vay, sen ne görsen? Men mi Tuygun'da qaltısı yigit degen namıga erişip geley. Anda kıma balam. Birdemden keyin sen tek hammaçanın kışığı barsa. O yerge özeng bak. Sen kandak buludu balam. Hammaçanın özengini deydiğen gepi var. Sen berip hammaçamga oğlum orun. Oyun qıpdı. Mağız pıtı yatsı beli ağrıydıgan meyip onu kızlar yaratmaydı dep koymamsa. Oy canım balam, eki balam, şok balam. Apa? Ha? Ras, bugün hammaçam demalı demez mi? Şuna onu öygülü baraylı. Bomuzu bir yagi biraz kep qas men qandak qılımı? Bu gepin mi doğru? Şu yagili keteyli. O yagi hiç kim mi bağmaydı? Muşunda alın mağızabımıza alçıkilerden biraz yoluqıp qasıpçı. Emiz kandak qılımız? Amal taptım. Apa, sen çok koçuyla keteyledin. Men bağına temirden atılıp adam yok ah koçuyla yitip barım. İşkimiz hammaçamdan davulsuz aldı da uçur şeyli. Makul. Onda kus ben kettim. Sen mi içtik bağına? Hey! Ben bütün meydan namıdın sizge rahmet eytime. Ciddi peytli bizge esqattınız. Çok hemdin bizni kutqardınız. Rahmet sizge, yoldaş Kerim. Tağa,
Bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Javobgarlik bizning zavodda. Men qaytib borgandan keyin bu mashinani zodi kimning qurashtirganligini aniqlab ko'rib boqay. Men shu ishga vakolatan sizlardan afv so'rayman. Ajdi yo'q. İş qilib mashina o'g'landi. Biz ishchi dehqonlar bir oila. Sening, mening deydigan gap yo'q. Kirimka. Qani, qo'lingizni yuviling. Qani keling. Keling uka. Bu yilgi yangi sort meyvelarning ta'minini tetib ber. Rahmat tog'a. Mening nayt jiddiy ishim bor. Ilgari pamsam bo'lmaydi. Uka. Avvaldan qaraganda siz texnik ishlarga nayt qiziqib ekansiz. Men bo'sh vaqtlardan foydalanib sizga remote ishlarini o'rgatib qo'yay. Nayt yaxshi. Ben okursam bu maşın şeyme. Eğer siz öğütüp koysanız ben çok yaxşı öğütüp aldım. Bu teklifimiz nihayet yaxşı oldu. Biz texnikini egallemişsek, çatak çıksa, yenili sizlerinin beşinlerini ağırtınız. Ama adam sizge okşaş biz dihballığı köngül bildiğen bolsa, yizigilikini maşınlaştırış, aldın emel kaçıdı. Seni kelim, daskanlı kelim. Bu bana çekilip oldu. Bu türlü işim batı, bağımsam bulmaydı. Karkoş, iş bol çırpın bir açla. Anda hoş kıcıl kınmaylı. Elih çakalım. Kerim. Aldıraçlıkta çapını unutup koptuk, ha? Bapır bu ne? Oldu koy. Beni şehirge meyliski çakırtıptı. Birden deyken şehirge girmen. Üzem ağaç baray. Kerim, hakikaten yaxşı bal eken. Onun yaxşılıklarını ben zavod rehberligiga inkaz qilib qo'yaman. Shunday qil. Ular shundoq usul bilan tanishsin. U qizchi shundoq yuzi to'van. Noytim munoyim. Bak yaxshi qiz. Men qizning ichidan unda qizdan birini topqila olmaydi. Hey, qarab. Mening bu balam bak tuz. Onunga qizlar osonlikcha yaqinlashmaydi. Sen onunga yordam qilgin. Hey? Sen ularni bugun akşam uçurishdi deding-ku. Ha, shu uçurishdiganligini sen onun o'zi bile deb qo'ygin. Ma'qul. Hozir bile deyman. O'ta. Ukam. Bugun sizlar uchrashadigan tazimi yaxshi fursatgan. Ularning tashviqotdagi bog'ch klubida o'yin qo'yadi ekan. U qizchi Qizilgul usulida 10 quloqqa qizilgul taqab chiqadi. Senchi qara. Ikkinchi rat 12-chi o'rinda qo'lingga gitar tutib o'tirsan. Shuning bilan tanishib qolasizlar. Kam, boshqa gaplar esingdami? Esimde. Hada, Kerim so'tish ketdi. Voy, haram, men bo'ldim. Belki isib ketgandim shunga. So'q tegib og'rib qolgan yana. Sen bo'la. Velosiped qanday tashvirak bo'ladi? Bu falokat har qanday qilsam o'g'lanmayotidi. Qo'yma avar qildi. Velosipedingizning qayri buzilib qoldi. Zanjir uzilib ketdi, qarmamsiz. Sayman opirish uchun yizig'i borgandim. Musha kelganda buzilib qilib, sadil o'ngishmayotimi. Buni hech amal topolmadim. Soat 5dagi jiddiy ishim bordi. Qandaqmi qilaman? Qani, men yasab baqay. Sizni avar qilgan bo'ldim-da. Rostini aytsam, bugun soat 5da mening jiddiy ishim bordi. Ha, shundaqmi?
Andaq bo'lsa yo'lingizga menavering. Balki jiddiy ish yo'q odamdan yana biroz kelib qolar. Mana tuzaldi. Rahmat sizga. Acaba dehşet iş oldu. Apo kalan. Kerak yo'q. Elimi yaxshi suvga yiqilmadingiz. O chaqda texim chiroyli bo'lardi. Bunun hammasi mening kasobatimdan bo'ldi. Endi qanday qilamiz? Men buni birdamli yasab bo'laman. Siz soat 5da jiddiy ishim bor degandingiz-ku. Meni kutmay ketavering. Yo'q, soat 5da sizim jiddiy ishim bor degandingiz-ku. Siz mening velosipetimga minib ketavering. Yo'q, oldi bilan siz ketavering. Men akshi bo'lgandan keyin miramga otib bo'lsim ketalayman. Yo'q, men boshqa bir iloj qilaman. Ma'qul deb velosipetimga minib ketavering. Ha, saymonlarni kelib o'tiring. Yüzüklik maşinsizlik zavodi. Hey, siz yüzüklik maşinsizlik zavodida ishlaydi ekansizda? Ha. Andaq bo'lsa, tuyg'uni tanimsiz. Taniyman. Sizmi tanimsiz? Biz xeyli burunla tanishgan. Biroq hech yuz ko'rishmadik. U igizmi, pakami, semizmi, yo o'roqmi buni bilmayman. Emis uning bilan qandoqlash tanishgan? Oliy maktabni bitiribla mushu yerga taqsim bo'pti. Dadamning aytishicha, men kechkisini ishlayotgan chaqda u doim bizni uyga kelib, dadam bilan texnik yangilash ishlarini muhokama qiladi ekan. Uning ish izlari gazet, radiolarda tanishtirildi. Yaqinda men u loyihalangan bir chertyojni ko'rdim. Siz uning chertojlarini ko'rib, tozimi mazaq qilgansiz, ha? Nima deyapsiz? To'yni zamonaviylashtirish yo'lida jon pido qilib ishlayotgan shundoq ilg'or yoshni mazaq qilamdi. Ahvoldan qaraganda sizchi uni ko'rolmaydigan o'xshaysiz. Biz ana shundoq yoshlardan faxrlanishimiz lozim. O shundoq. Biroq nima bo'pti? U bola siz deganchilik emas. Sizning rostlashingiz bor ekan. Boshqalar uchun ko'yindigan sizdek odamni bundoq ichtar ko'ramas deb o'ylamabdi ekanman. Afv qiling, men ketdim. Bugun kechqurun soat 5da yiliq tuyg'un degan bola bizni uyga kelmoqchi. Meni unga yetkazadigan bir xo'sh xabarim bor. Unga tayyorlab qo'ygan ozroq sovg'ammi bor? Hey, to'xtab turing. Siz meni gapingiz bor. Chaqqanroqdan. Men kechikib qolmay yana. Kechiring. Siz Tursunistonning qizi bo'lamsiz? Shundoq. Bayatin siz da'vatgan tuyg'un men shu. Chaqchaq qilyapmaydigansiz? Sizga yo'ldosh tuyg'un. Meni o'tsin Mahira. Baya o'qishmaslik bo'lib qopti. Qani, boshqadan ko'rishaylik. Anglashimcha siz dangliq agronomkansiz. Uyingizga har qitim bag'inimda o'zingizni ap qochib yurmagan bo'lsangiz, bugungi kunda bu komediyam o'ynalmagan bo'lardi. Bundan keyin bundaq komediyaning bo'lmasligini umid qilaman. Bu komediyani o'ynalganligimi biz uchun unutilmas xotira bo'ldi. Qiziq. Rostimda aytsam, bu yer uchrashib qilishimizni xiyolimga keltirmabdiman. Bu men xuddi tushdek tuyulyotdi. Andaq bo'lsa, o'yg'ansiz.
Bularni hammasini unutib qolg'idaksiz-da. Yo'q, o'zim shundoq o'xshatqinim. Bo'ldi. Kichik ustam. Yo'ldosh agronom, yo'lga chiqqandoq. Qarang sizni. Turiblar, odamni sog'liqqa qaytarmoqchi. Men qanday qilsam bo'lay? Qani, juring, yo'lda ketib qarang'ishayli. Shunday qilayli. Siz aylagan sutbarchik mashinasiga qilin namba texniklarni qoyil bo'lmoqda. Men faqat kitobdan o'rgangan narsalarimni sinab ko'rmoqdim. Bo'ldi, menda yoshirmang. Sizlar aylagan seriqmay arish mashinasimi yaqinda muvaffaqiyat qozonish oldi turdi. Bularning hammasidan xabarim bor. Siz buni nereden bilisiz? Mening tanishg'ich asbobim kecha kunduz sizga hamroh bo'lib ishlaydi. Sizning tanishg'ich asbobingiz qayerda? Mana bu siz dadamdan so'ratgan materiallar. Uzundan beri men buni yinimda saqlab yuratdim. Rahmat sizga. Bu materiallarga bek taqozo bo'lib turibdim. Vaqt allaqachon to'shib qolgandi. To'shibdi. Qanday qilamiz? Qanday qilatdik? Bizni uyga borimizda? Sizning uyingizgami? Bu mislayga boratdingiz. Valla. Shaharga manga o'xshamamsizlar. Shunda. Shukurlar. Ahvoldan qaraganda temir etangni herib qolgan o'xshamamdi. Bu arvoga chiqib elinglar. Men sizlarni ochliq bilan qo'shib shaharga o'tkazib qanday qilasizlar? Aklan. Hey, berke. Jira. Bana da qarab ketding-ku. Akam chiroyliqmi ekan? Akamning jisminiga o'xshaydi. Sizlar nima degan baxtlik. Men dadam bilan to'y qilgan chaqda uning yuzini ko'maytirib qilgandim. Appa, şunu onu konu cemiyetteyimiz. Andakçiler endi kelmez ki gitti. Voy, çapsam boğun. Ettigenkide kechikib qolmading yana. Xotirjam bo'ling. Mana men hozirlamoqman. Xo'sh. Hey, hozirli bo'lsang dak boldir. Yana 2 soat bor. Bog'chi klubi bu yerdan xilili jiroq. U yerga obtiz almashtirishga to'g'ri keladi. Ammo acham meni hargiz kechikib qolma degan. Bu so'zingmi to'g'ri. Uchirish belgisini unutib qolmagansa? Yo'q, u esimda. Hey. Ko'rib oldingmi? Yaxshi
Yaxshi mikan? Yaxshi. Apa, emsi ben kettim. Hoş emisi. Hoş emisi Raziye. Hoş de. Abduz hecep kemida. Oy, üçüne tuturmam dikine. Shunday mi lan? Oy. Hey yoldaş, akığı verip üçüne tuturam. Yigit, anda kılmam. Hem adam üçüne tutursa siz bir adam tertibini bulsanız bulamdı. Ha, kechirim. O'chira tuturotman mana. Qandaq degan qaydisi nima bu? Shu emasmi? Yigit, anda qilmang. Yosh bola degan adab, axloqliq bo'ladigan. O'chratga bering. Bay, men sizga aytdim-ku. Mana shu o'chirat olmay nima? Biz sizni oqiga o'rib turing deyapmiz. Bu nima degan adabsizlik? Topib chiqarish kerak. Toza adabsizlar ekan bu. Qaysidarning adimkina? Nereden kelgan muncha ko'p qaynatamladi bu? Jamoat tartibini buzsingizmi, yana sizga yo'l qo'ysak bo'lamdi. Ha? Qandaq degan gap olingan nima bu? Shu emasmi? Chatag'inglar nima? Mening mishaga tug'inim tug'an. Qanday qilasizlar? Ha? O'chira tutur. Saqchini ko'rib o'chirdik mana. Shunda. Mana ratib turaman chiqolay. Meni jiddiy ishim bor. Yo'lda yashab turing. Yo'ldash. Jiddiy. Oyoq. Mana. Qandoq deganim bu? Qat to'xtabdi. Yaxshimisiz? Qaytib kelibsiz? Ha. Gulnar. Ey Gulnar. Apa, dadam qaytib ketdi. Dadam. Gulnar. Dada. Ishda için kızım. Ha. Yaxshi turdingmi kızım? Ha. Qaytib ketdi. Aytilingni olay. Ha. Yaxshi turdinglarmi? Tuyuqsizlik yapqanman, apa. Ha. Qadrlik mehmon bo'lib ketdim-ku. Demisimi? Mehmondimni qadrli ko'p ketdilar. Didorlarini oydisilda bir haqiqatimni ko'rinolmaydi. Bunda qadrlik mehmon bo'ladigan bo'lsam, uzoqda uyga kelsam bo'g'dak. Yaqindan beri ishlari rostdan oldirash o'g'ach shunday qilyapman. Bo'lmasa eshikdimni kirgizmaydim. Sizlar yezida ishlayotgan 20 necha yil bo'lib qoldi. Bolalarning eng kichik Gulnarmi cho'ngib qoldi. Men qachongacha bu uyni o'zim yolg'iz tutaman. Demisimi sizdan boshqalarning hammasi shahriga qaytib kelib oldi. Ömrünüzü şu yerde ötküzüyormsiz. Siz mi qaytib keling ha dada? Rasayetsiz kız. Qo'lingizni jo'ylang. Agar ko'p kishilik guruh qarshilik qilmagan bo'lsa, bu chaqqichi bog'vanchilik maydonimiz haqiqiy sotsialistik. Hada sizlar yezini gullandirman, avod qilaman deydikanlar. Sizlar bo'lmasam jahonning ish to'xtab qolmaydi-ku. Qolgan umrlarda o'ynimni gullandirib baqmamlar. Men gullandirmasammi? Uyzanglar guldinmi chiroyli emasmi, ha? Yeni bir necha yil sabr qilsanglar, aşı yeni sotuq ko'chatlarimning mevasini bir ko'rsam deyman. Yani bir necha yilda o'zlarini qirib bir yak berib qolalar. Kim deydi meni qiriydi deb? Men aşı yeni ko'chatlarga o'xshash kundan kuniga gullab yashayapman. Dada, siz soat qanchaning avtobusida keldingiz? Soat 3ning avtobusida. Hajab mening yanimga kirmabsiz-ku. İşinizga daxl qilib qo'ymay deb udulli mashinasozlik zavodiga berib, maydonimizga lozimlik bo'lgan mashinasozlarni o'qishdim. Yani muhim bir ishni zavod rahbarligiga inkos qilib qo'ydim. Qizim, sen kirib qamoq tayyorlig'ini qirg'in. Ma'qul. Meni qaytadan qarshilamoqchimi nima? Qirg'inni tuymaydigan. Qo'ysa unday ketdi. Bunlarning ishini qanday qilamiz? Qanday qilatdik? O'g'il bola cho'ng bo'lsa o'ylinadi. Qiz cho'ng bo'lsa yaltiq bo'ladi. Loyiqi joyida bo'lsa uzitib qo'yamiz. O'qish vaqtinglarmi?
Qandaqroq yigit ekan? Anlaşımça o balının ait yaxşı balı deydi. Ben tek körüp mü bakmadım. Bir-birini yaqtiribdimi? Amma açı tanıştırıptı ki. Ola bugün tuncu qatım uçuraşmakçı. Ha. Ular bir-birini yaqtirsa, mayli. Lekin o yigitni men o'z ko'zim bilan bir ko'rib boqay. Avtobus bekitidagi yiliqi boladek bolalar yo'liq qolmasa yana. Sizlar kimni davatlar? Adabsiz bir bolani. Kızımızın bəxti talihini versin. Gülnar bizden en küçük ağızlık kızımız olsa, her kızım ondaq bir edep vallahi yolup kalmasın. Ha, rast. Gülnar. Ha? Bu çapanını jüyüdün kızım. Uy, bu yançıktaki neme ekan ha? Hı? Bu pichoqni necha yering silib oldikini? Akilam, men topshirib beray. Akilaga men bir ko'rib boqay. Uy, bu dal o'zining g'ilipi-ku. Rasli o'zining g'ilibi ekan-ku. Bu chapan kimning? Yeziglik mashinasozlik zavodidagi bir ishchining. Bu g'ilab kimning? Belki o şu işçininki o'xshaydi. Öpkisi yo'q. Nemishki öpkisi yo'q deb tillaysan? U degan nihoyat yaxshi bola. Öpkisi yo'q olmay, deganda mashinadan kech qilib ketayotgan mashinaga yugurib esilaman deb, nim bo'lgan bu g'ilab mashina ustidagi velosipedga ilinib qoldi. Qaydiga xilop qilganligi ixro qilmay, yana gapning cho'ngini qiladi. Men shoferga telefon berib, akaldirib qo'ydim. Nihoyat yaxshi qilibsan qizim. Obdan qilsan. Onun tetiksizligini desem bu akaldirib begim yo'qdi. Biroq o'zim bir davlat xodim bo'lg'achqa yo'qolgan narsani egisiga qaytarib berish mas'uliyatimni o'ylab, shunday qilishga majbur bo'ldim. Uni xato ayblaman qizim. Bizning bog'vanchilikka berib suv chiqarish mashinasini remont qilib bergan bola shu. U mashinaga ulgurmagan degan albatta oldiraydi. Uning butun xiyoli qanday qilib bizning bog'vanchilikka balduroq berib suv chiqarish mashinasini remont qilib berish to'sa. Shundoq bo'lsa, kishiga bema'ni gaplarni qilmasligi kerakda. Uning dedi. Sizda qizni ikkinchi manga yo'latdimsin deb. Sizda kızın ikkinchi manga yo'latmasin? Qiz valg'im shunda demdigan. Edepsiz. Ha, uni xato ayblamanglar. U kechilik ismendan tushibli yo'lga chiqqan. U mashinaga ulgurmagachga shuncha uzun yo'lni velosiped bilan besib bog'vanchilik maydonimizga berib, dammi olmay suv chiqarish mashinasi bilan hapilishib ishladik. Mashina o'g'langandan keyin bir piyola choymi ichmay, yalimishmi yemay jiddiy ishim bor deb ketib qoldi. U nihoyat yaxshi bola. Qizim Gulnar, qo'lingizdagi chapanni chapsan yuydi. Agar bu yil bog'vanchilik maydonimiz mo'l usulga erishsa, Kerimga bir to'ppa yezib qo'yish kerak. Nima? İsmini Kerim deyilmi? Ha, Kerim. Mashinasozlik zavodi uning yeni kestiga yozg'idak. Agar qizimiz Gulnar ochindaq yigitga erishsa, Kerim degan shumidi? Eriq chapan, başı balının chapini. Kerim degan bola shumidi? Ha? Sen u balani to'namsa? Yo'q, men ko'rmagan. Tek ko'rmadingmi? Yo'q, men tek ko'rmagan. Bugün akşam ular yüz görüşüdüğün kelişipdiken. Sınav cevaplarını kütüp durgan. Eğer acı balı bo'lsalar, qizimizning ta'lining kagini. Ahvoldan qaraganda men uni xato ayblabdi menda. Bo'ldi xotin. Sen Gulnarga ayt. U Kerimni uyga taklif qilsin. Men uning bilan o'zim bir so'zlashay. Gulnar chapanni pokiz yub tayyorlab qo'ysin. Lay la lay 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 lay.
看这个姑娘。糟了，她要认出我，不能走。下面请看舞蹈，我亲爱的玫瑰花。Kızılgül takkan kız olsun. Yoldaş, ters otur. Abla, ammaçam tanıştırgan elek kız. Muş okşumamdı. Körün bu konuşmaslıkını. Bundak gelişken kız. Menin kandak mirasım. Botol piye verin ha. Ben. Buna ait yaxşı piye var. Ayak bir jigit gitar tutturdu o. Maktabga geldi, qara. Yoldaş Kerim. Yoldaş Kerim, yaxshimisiz? Mening ismim Gulnar. Mundaq bo'lishni xiyolimga zodli keltirib boqmabdi. Men bundaq bo'lishni o'ylamabdim. O'xshamaslik bo'lib qopti. Meni kechiring. Yoldaş Kerim, to'xtang. Kerim! Siz qayerda? Kerim! Kerim!
qilganimga pushaymon qilaman. Meni kechiramsiz. Nima? Mendan kechirim so'rayapsiz? Sizni so'ramay, daraxtdan so'ramdiman. O'tganda jiddiy ishingizning borlig'ini rostdan uqmabdiman. Siz bog'vanchilik maydoniga berib, mashina remont qilish uchun avtobusga yugurayotgansizda. Shundoq. Men sizga jiddiy ishim bor deb aytgan-ku. Men sizni xelijiq avvar qilibman, bilamsiz. Ahvolni uqqandan keyin nihoyat bearam bo'ldim. Anchilik qilishning nima hojati? Chunki men qatnash tartibini buzgan to'sam, Yo'q, undoq demang. Siz texchi mendan xafadak tursiz. Meni kechirmamsiz. Bo'pti. Ochig'ingiz yong'anda so'zlashaylik. Hey, Gullar. Gullar. Siz mendan emas, aksincha men sizdan afv so'rashim kerak. Faqat sizlar xafa bo'lmasangiz, kachitimga bir nechani olsangizmi men rozi. Rostmi? Rost. Agar men urmasam-chi, meni rostli kechiramsiz. sizda ayib yo'q. Yaxshi ish qilgan odammi kechirim so'ramdi. Gullar. Siz nima degan obdan? Ko'ngli ko'ksangiz bak kankan. Bo'ldi. Meni maqtamayli qo'ying. Jirim. Gullar. Siz meni yordamsiz. Gitar chalang. Yo'q. O'z og'zingizdan bir og'iz gap anglamay turib, gitar chalishga qo'lim bormaydi. Siz dadam bilan ko'rishgandan keyin javob beray. Rasma? Yanınızın sınak kılışkı boludu. Bu fakat dastlabki loyiha. Texi oldinda nurg'unlagan mushkul davollar bor. Baş ko'tarmay ishligilib soat bo'pti. Bu mushkul davollaringizni keyinga qoldirib qo'yib, hozir azroq dam olaylik, ha? Yo'ldosh Tuyg'un, qo'y men sizga dam olish deb e'lon qildim-ku. Shuni unutib qolmangki, bu mening uyim. Hergizmi qiraatxona emas. Mening sizga deydigan nurg'un gaplarim bor. Ma'qul ustoz. Garchi bir ko'zim kitobda bo'lsa-mu, bir ko'zim sizda. Har ishkilisni qo'ldan berganim yo'q-ku. Yo'q, xatolisiz. Bir ko'ngilni ikkiga bo'lgani bo'lmaydi. Dal hozirgi paytdan elib aytganda, ya kitob tuturing, ya boshqasida. Uqdingizmi? Kitob tuturay, chunki boshqasiga mening hozircha havasim yo'q. Men da'vatsiz? Yo'q, so'zimni xato tushunib qolmang. Ikkimizning munosabatini ko'zda tutganim yo'q. Mening demakchi bo'g'unim. Bo'ldi, tushundirmay qo'ying. Hammen tushundim. Rostimni aytsam, asli asosim ojiz bo'lg'achqa, har bir qadamimda nurg'unlagan qiyinchiliklarga yo'l qo'yataman. Ximiya, geometriya, fizikalardan asosim ojiz. Yalg'iz sizlar emas. To'rt kishilik ko'ru bir avlod yoshlarning vaqtini isrof qilib etdi.
Мен мәктәптә асасы дәресләремне яхшы укыяммагашка, хәзер кайсыдан булыклап атыман. Кусакта умаш булмаса, төтен заманы беләштиришка эске кошкыл булмайды. Shundoq. Hozir hamma ishga bilim kerak. To'g'ri aytdingiz. Biz uchun vaqt oltindan qimmatlik. Dal hozirgi paytdan elib aytganda, dam olish hammadan bak zo'r. Bu gapingiz mo to'g'ri. Biroq dam olishning o'zi yaxshi ishlash uchun menga hozir yana bir oz kitob lozim bo'lib turibdi. Sizga qanday kitob lozim bo'lyapti? Mana bu tizimlik. Voy, buncha kitobni nima qilasiz? Qira'atxon ochamsiz nima? Bu kitobning ba'zilarini bundaq kichik joydan topqilib bo'lmaydi. Beji yeziklik shu yerda o'qiyotgan akam orqali oldirayli. Mak. Nəhayət yaxşı. Çoğ məsələdən bir səl olduğan bo'ldi. To'yg'on, kelgusi haqida nimalarni o'ylayapsiz? O'ylag'anim nəhayət ko'p. Gap vaqt bilan bilimning yetishmasligida. Zavoddagi barliq mashina uskunalarini bir-birlab texnik jihatdan yanglab chiqsam ekan deyman. Oldi bilan mana bu kitoblarni ko'rib turing. Rahmat. Kununuz doim kitob, chertoj, raqamlar bilan o'tamdi. Albatta boshqa ishlarmi bor-da. Siz yana qanday ishlarni o'ylayapsiz? Siz bilan tanishganligimga bakmi xushalman. Nomingizni xili buribli anglagandim. Ikkimiz mushundaq hamkorlashsak, har qanday mushkulliklarni yengib keta olamiz. Mening umidim, siz menga ham yordamchi. Men sizga nima deb rahmat aytsam bo'ladi? To'xtab turing. Bu elektron hisoblash mashinasini akam menga avatib ekan. Sizga kerak bo'lib qolar. Men siz bilan tanishganligimga bekmi xushal. Bizning do'stligimiz ko'ngil havsi uchun bo'lmasdan, balki ulug' g'oya, o'rtaq nishon asosiga qurilgan. Oldimga qiyinchilik kelganda, sizning irodingizni o'ylasam, o'zimni botir his qilganligimga ishonaman. Biz kelgusida shuncha gaplarimning birisini anglamabdi-da. Turib qandaqlarcha uning uchun shuncha xotirlarni yozgandim. Qiziq. U nima uchun shuncha harqin? Balki menga nisbatan uningda hech qanday hissiyot yo'qdi. Mahira. Sen nima uchun uni ko'rmay turib yaxshi ko'rib qolgansan? Yo'q. Men uni rostli yaxshi ko'raman. Muhabbat haqiqatan qimmatli. To'g'ri. Men uni yaxshi ko'rgan ekanman. Albatta uni azoblamasligim kerak. Men uni yeniq chiqay. Bilmay turib, unaqa bosh egmayman. Uyga kelib qoldik. Mushu uy shumi? Gulnar. Dadingiz bilan ko'rishishni o'ylasam, yuragim duk,
döküldü oturdu. Nimadan qo'rqsiz? Ata og'ayningizdan birini ag'ash kelasiz. Men do'stimdan birini chaqiraman. Dadam yaxshi odam. Birdan bila chiqishib ketdilar. Har xo'sh, at ko'rishaylik. Günler. Bugün sizga hamroh bo'lsin. Bu gitar sizga hamroh olsun. Baxt degan mushumu? Baxt degan puli emas. Heliqi naqshi esingizdami? Esimde. Su tartış maşinesi oğlandı mı? Oğlandı. Senin kosuğun-çu. He? Kosuğum? Kosuğum neyim öptü ki? Etigem kosuğum ağrıydı bitip kalgandın go. O diyen ettigen. Hazır keş oldu. Şey ile mi davamlı özgürüp durdu emas mı? Yakında bir sen bile ondarak sözüşe digendim. Hey, neymi deydiğallıqın neyme yaxşı bilime. İşbadan yaxşı emas demekçi sen, şundak mı? Mında ketiversen özenge yakşı emas. Canım ağayna, meni tılısan mı meyli? Men üçün etkanda bär bir oxşaş. Men asas cəhətdə yaxşı, kiçikkini kemçiligim var. Bunun çoğu işləri dəxlisi yox. Andaqda texim yaxşırak algısını xalımam sen. Baldı bu işlerini koy ya. Qara, bu keçilik mən... Bu keçilik mən... Nəhayət yakınlıq bir naqşa etib berək. Qandaq naqşa? Bəxt naqşası. Anlat da. Bəxt kili dunadin, pişanam dikitadin. Bəxt kili içila, çapalıq işligen yedin. Lay lay la la lay la 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 lay, lay la lay lay la 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 lay. Bəxt kili içila, çapalıq işligen yedin. Bu nait yaş nakşı eken. Bunu var o, bizning eliqi Sanamjanni üyitib qo'ygan. O Sanamjanning kimligini bana aytishib bulandı. Men dal shuni sana deydi turatdim. O qizni menga hammacham tanishtirgan. O nihoyatda go'zal, yaqinliq. Xuddi mushu Atirgulning o'zi. İkimiz bir-birimizni ko'rish bilan oshiq mashq bo'lib qilishdik. Hey, sen meni tabriklamsan, ha? Sen kalbimden tebrikleymen. Bu nakşının mu mezmununa ait çunkur. Sen o nakşını yaktırıp kaldın mı? Yaktırıp kaldım. Yartışkı asan. Bırak nakşideki tek buluş o asan emas da. Uqdun mu? Baras, menin sana bir talabim mi batiqi? Nemi talab? Menin kelgisideki qaynatam men bilan ko'rishmoqchi ekan. Men qanday qilishimni bilolmay qoldim. Bizning ayliq Sanamjon nemi g'am qilatdingiz? Eng yaqin ag'iningizdan birini apkasingiz olmamdi deydi. O'ylab baqsam rosa mening eng yaqin ag'inim emasmi? Ata men bilan birga berishib bagin. Undaq so'rinlarda qamlashtirolmaydiganligimni o'zing bilasan ku. Kuyovli bo'lgan odam men qo'rqmagan yerda sen nimadan qo'rqatding? Ular seni so'roq qilmagandan keyin qishimda turib qolsanglar bo'lmadimi? Agar so'zlarim qamlashmay qolsa, to'ydamasdan noqib qo'ysa, gez kelganda ancha-muncha maqtab qo'ysang vazifang tugaydi. Kichigimizdan bir malda cho'ng olgan turg'iliq shunchalik ish qilib yaramamsa. Bo'ldi. Soat nechida boramiz? At yakshanba emasmi? Soat 3da. Vaqti kelganda sen meni chaqirib olgin. Hey! Mening bu Atirgulimni buzib etmagana.
Yaxşı. Şura, endi keldingmi? Qaranglar o'qib. Tağa, hadi, yaxşı dudinglarmi? Yaxshimisiz qizim? Bağın chiroyli bo'lib ketginni. O'g'lim bo'lsin-ku, kelin qilib olibdim. Qizilgulda qizingiz tursa, o'g'il o'zligi tinkanmamdi. Yana nevida qilib qilsiz a? Qarg'aydi seni. Qo'lingni bidigan qattiq, qara seni. Jira. Akalamay alay. Mayra, sening choyingni qachon ichamiz? Choy qaynaganda. Mayradami? Bana desem mi boludu, yok desem mi boludu? Bu şeytansız. Rastın aytqına zadı bamı yok. Özü o yaxşı bala. Bırak, kalbin şenigil bulmaydı. Bak mı? Rastın aytsançı, zadı kim o? Hadi, bugün Gülnar'la məsləhətini qılmay, meni işimi uçup kettik o. Boldu demedim. Sizler kilip tayarlığını anıqlanglar. Kire. Sizler kirib işinlarni qilinglar. Muş öy şu. Tünügün akşam ben kelgen. Hey, yakın ola. Rengine kelgine. Oy, yigitler, kelinglar. Yaxshimisizlar? Hadi. Sizin o öyküldüğünlüğümden fakat oylamap dikenme. Biz allaqachon faraz qilishqandik. Qani kelinglar. Bu yigit Bu mening dostum bo'ladi. Yigit siz? Dada. Tağa. Men bu... Tağa. Sizler burun tanışıdı ekansiz-da? Tanışımız. Tünügün 30 bekitib ushlashgan. Shundaqmi? Shundaq. Bu gapni qo'yaylik. Yuqori qo'ytinglar. Qani. Yigit, kutunuz zahmlanmagandu. Yo'q, hech nima bo'lmadi. O'ltiring. Tağa, siz bugun qaytib keldingizmi? Yo'q, tunigun siz ketiblar yo'lga chiqqandingiz. Yo'lda mashinada sizni ko'rdim. Meni shaharga yig'inga chaqiribdi ekan. Shaharda yana boshqa ishlarim bordi. Aras, siz chopiningizni unutib qolibdi ekansiz. Men og'ach keldim. Chopinim? To'g'ri. Men uni uydagilarga yuvishga berib qo'ydim. Sizlar ba'zir o'ltiraveringlar, ha? Tatilmanglar. Gülnar, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mana bu mening eng yaqin ag'inam buyurun. Kelgininiz yaxshi bo'pti, o'ltiring. O'lta ag'ina, o'lta. Kerim, siz dadam bilan ko'rishdingizmi? Ko'rishdim. Gullar, Ha? Gullar. Beriq chopon qani. Uyda. Chiqing qizim. Ma'qul. Mahira. Keling. Mehmonlar bilan tanishing. Men bu yoq bilan allaqachon tanish. Hey. Mahira nima bo'ldi? Ikkalami tutishib qo'yib ekansiz-da, ha? Qandaq? Yetilamdi ekan, ha? Mahira, qizim, nima bo'lding? Hadi, Gülnarning loyiqi chapon kiyib olgan bola shumi? Yo'q, chaqmoq ko'ylak kiyib olgan shu. Voy, qizim, qo'lingni to'g'ri oldingmi nima? Go'shmi xili yutib boshqacha bo'pti-ku. Qandaqroq? Xili yomon kesib oldingmi? Yo'q, hech vaqasi yo'q. Ozroq terisini silib etdi. Hadi, ular tanışqılı xeyli uzun bo'ldimi? Yo'q, texi yaqindan tanishdik. Mayra, sen o yigit bilan qanday tanishgan? Xizmat jarayonida tanishgan.
O balqandaroq. O beh yaxshi bola. Bir akşam işide mundaq çoğun özgürüşünün bop ketishini xiyolimga keltirmabdiman. Hadi, men bu gaplarni desam siz yana boshqacha o'ylanib yurmang. O'zimchil shundoq deb qo'ydim. Beshim biroz og'riyotdi. Biroz dam olsam yaxshi bo'lib qolaman. Siz chiqib mehmonlaringizni kutayvering. Oy, dadasi. Chata qoldi. Ha? Nima bo'ldi? G'aztag'an. Bu yerga kelibsiz. G'alchoncha. Sizlar ishkanglar bu yerda ekansizlar. Bu dadangizga g'ash kelgan mashina zapchastlari. Ha, yigit, sen mi cho'ng'ibsan-da, ha? Nima burroqman demaysan? Men sizga aytmoqchi edim. Biroq men bugun sening adabingni toza bir bilmaydigan bo'lsam, jenimjon, qancha tanqidingiz bo'lsa-mu bugunchi demay tursangiz, bugun yo'q, bo'lmaydi. Bugun demay, zodili bo'lmaydi. Men o'tinib qolay. Bu birdamdan keyin so'zlaylik. Gullar, dadangiz qani? Men chaqiray. G'aztag'an keldi. Oy, og'ina yaxshi bo'lding. Mayra, sen bugün tazımı charchading? Oshning purig'i nim deganmizlik? Yana 10 minutdan keyin açsak bo'ladi-ku deyman. Nim bo'lding? Günlar. Biz kichigimizdan tortibla birga o'ynab cho'ng bo'lgan do'stlar. Bir-birimizning yurgini omdan bilishimiz. Bundaq bo'lishini xiyolimga keltirib baxmabdi ekanman. Hozir ahvol bu darajaga yetibdi. Men seni tabriklayman. Yanada do'st bo'lib o'tamiz. Sana to'salg'i bo'lmay. Meni kechirgin. Nima deyapsan? Nima ish bo'ldi? Aytqana, jinim do'stim. Onu men yaxshi ko'rabdim. Sening davatqini zodi kim? Tuyg'un. Yana bir degina. Tuyg'un. Chaqmoq ko'ylak kiygan bola shu. Onu yaxshi ko'rsang ko'raveramsa, men bilan nima aloqasi bor? O seni yaxshi ko'rganing emasmi? Birini tanishib nima qilamiz? Birisi sening, birisi mening. Seningdan oshqani mening olsin, bo'ldimi? Chaqchaq qilayotamsan nima? Bundaq umrlik ishqimni chaqchaq qilam deman. Qandaq bo'lsa ular cho'qib almashtirib qo'yibdi. Kim almashtirib qo'yibdi? Tog'am bilan hadamlar bo'lmamdi. Ular qanday almashtirib qo'ygandi? Jira. Bak yaxshi qilding og'ayna. Bizning bir qism uylik mashinalarimizga jon kiradigan bo'ldi. Men sana nima deb rahmat aytsam bo'la? Nimaga rahmat aytsan og'ayna? Yezigilligini mashinlashtirish bizning o'z vazifamiz tursa. O'tganda ba'zi sifatsiz mashinalarni uylarga setib berib cho'qotadi. Sizlarni ziyon tatdinglar. Qani tashqan keling. Jiringlar. Ha, qani o'tiringlar. Qani. O'tiringlar. Tönögünki maşinni kim hata kurashtirib qo'yibdi? Ha, sen tönögün inkas qilgan Kerimning vazifasi bilan berib mashinni remont qilib bergini yaxshi ish. Ham shunda qilish tegishli. Chunki uni dal Kerimning o'zi xato kurashtirgan. Nima? Men xato kurashtirib qo'yibdimanmi? Dal shundaq. Nomeri 033. Her işkinlarının ismi Kerim mi? Bunun ismi Tuyg'un. Tuyg'un? Maşını remont qilgan cheringizni ismingizni Kerim degan ku. Chopiningizda Kerim deb yozig'liq ku. Dada, sizning Kerim deganingiz mushu yoqmi? Bu ayıp menda. Kerim, sen tünügün bağlanchilik maydoniga bormabsan-da? Mashinaga ulguramadim. Uning ustiga oqshimi men andaqda endi kechliksa mendan tushgan Tuyg'un sening chopiningni kiyib bağlanchilik maydoniga ketdi. Shundaqmi?
Tünügün onun şuncha charchab uxlab qolishining asli sababi mundaq ekanda. Men o'zimdan o'ylabdiman. Yigit, siz haqiqatan o'sal ish qildingiz. Xijil bo'lish tegishlik. Ha, rost satda. Yolg'iz xijil bo'lish bilan ish bitmaydi. Masala turmushga, emgakka qanday pozitsiya tutishda. Ba'zilar o'zini hamon qaltis chog'lab, jamiyatga, turmushga sadoqat pozitsiya tutmaydi. Oxirida o'z ziyon tortadi. Yigit, yaxshiroq o'ylab beqing. İkimiz kaldık. Biz mi kalamadık? Yok. Ula özleri menziliga yetkende to'xtaydi. Biz polo bilan kanayni yig'laylik. Ey xotin, poloni chiqinglar. Ha. Mana chiqdim. Hey Kerim, to'xta! Uyg'on, Mahira, Dada, sizning Kerim deganiniz mushu yoqmi? Yigit, siz nahayet o'sal ish qildingiz. Xijil bo'lishga tegishli. Kerim! Hey Kerim, to'xta! Ha? Oy, Mahirani alışıp minayotman go. Yana velosiped yasatamsiz? Kechirim. Velosipedimiz alınışıp qapti. Yaxshi almishib qapti. Bo'lmasa men sizni qo'g'labmi yetamaskanman-da. Velosipedingiz buzilib qoldimi nima? Ha. Siz mi Kerim'nin kendin çıktınız mı? Nahayet yaxshi qipsiz. Mundaq vaqtda onunğa yardım kerak. Eğer mening velosipedim buzilib qolmagan bo'lsa, men uning kendini qo'g'lab olgan bo'lardim. Akşamlıqı men uning uyiga boraman. Gulnar, jur, uning keyindan ikkimiz boraylik. Bo'ldi Mayra, sen to'yg'unga yordamlash. Kerimning qishig'i o'zim boray. Bayatın Ranaxonadan sizni Gulnarning loyig'i deb almashtirib, chataq terig'i tas qoldik. Siz Tuygun'un öz layığı var deb jakalamidingizmi? Sizning loyig'ingiz kim o? Siz de bilmemsiz. Bilmayman. Bu velosiped kimninki? Mening. Undaq bo'lsa, mishi velosiped guvoh bo'lsin. Kerim, sizin sualınızga mening javobim. Baxt keladi o'rnadim, peshonamdagi ta'dim. Baxt guli echalar jaboliq ishlagan yedim. Mana bu mening qalbimning so'g'isi, Gulnar.
Oynağlar karanglamı mısın? O yer bir adam kavattı da. Vallahi sizler kağıt kalem var mı? Var. İki tane. Gelsin siz amca. Şimdi izledi dur. Ya, hat yazıvattı da. Vallahi bu xatni al kilowatt qaydanlarga olib beraman, bo'lamdi? Ma'qul. Burun men o'zimdagi kamchiliklarni kichik kamchilik deb ancha pisand qilmagan edim. Mana bugun u kamchiliklarimning og'ir ekanligini his qilyapman. Hamid kamga, G'oz Janjonga, yo'ldosh To'yg'unga, shundaqla sizga ko'p rahmat. Sizga munosib kelinmaydigan Kerim. Yig'laysiz bu. Boyqaqqan yig'lag'andi. U nakatdi. Cho'ng daraxtda ko'cha tarafga ketdi. Ana. Martin güçten bakı kirketke okşaydı. Dağının işigi Qatirakda. Qatirakda. Ukula, sizlar hozircha ketmay turinglar. Qiz kelgandan keyin meni uyga ketdi deb qo'yinglar. Kelinaz kimning qizi ekan? Siz deb uqmadingizmi? O Helib Tursun injenerning qizi emasmi? Yaxshi kunlarda to'y qilibdi. Shuni demamsiz. Ham yeb, ham to'y. Nima degan ko'ngillik? Men o'g'limning to'yini ketdi qilaman. Kerim to'yiq keptim. Uni ko'rdingmi? Yo'q. Qara. O'rtim yag'liq sağan ayol. Kerimni opisi. Qiz qo'ldish bo'lgan qiz, qaysi qiz u? Qatnashda ishlaydigan namunich qiz Gulnar emasmi?
ben sizni izlep bakmakçıydım. Yakşı bir yerde uçuruşup kaldık. Yakından beri Kerim algı bastı. Şunun için dehançılık meydanları ve bağlancılık meydanlarından onu maktap katlar geldi. Onun üstüge bu ayda Seho için namon çok saylandı. Sizge ve yoldaşlarına köp rahmet. Menin oğlum hazır yakışıp ketdi. Hava hanım, siz mi oğlunuzun toy işini oylatsanız bulat dey. He. Gülnar isimli bir kızını tanımsınız. O kız ne? Heli burunlu anlığa. Bugün tehi özünü kördüm. O nait yaxşı kız. Oğlunuz bilen o kız otursidiki işlerden haberiniz mi var mı? O kız menin oğlumni yaratmam dekin ta. Hey, yok. Bu işlerinin hemmesinden benim haberim var. Ula işkisi. Kızım. Yalğız oturupsiz bu. Özüm yalğız biraz aramağım geldi. Ol tatlı. Men sizning yaxshi namınız necip anladım. Uzundan beri men siz bilen bir görüşni bek arzu kılattım. Sizning oğlumga kılgan yardımınızga köp rahmet ettimen. Yok. Hemmimiz Kerim'nin algı bizçini halayımız. Kerim. Bugün toyga kemmepti o. Bağvançilik meydanının bir neçe maşınları buzulup kaptıken. Demiliş vaktimden paydalanıp remont kıp berimi dep ketken deyip. Belki bugün akşam kep kalar. He? Abduz. Allah kaçan kep buldu o. Akam ben çıpına kettim. He. Hadi kap olmay Mahire'ye gidip koysla. Men onun bilen billi bolamaydıgan dektirime. Maqul kızım. Men hazırlı dep koyay. Hoş emsi. Hoş. Şu vakadan keyin özüm xeyli algı esip kaldım. Boldular. Eğer sen heli kız apçasını tapamısan, men bilen tuyg'unni izle git. Buludu. Men kelar yakshanba kuni bag'vanchilik maydoniga borman. Sen mo shu yerga borgin. Uy, ayet bir kız turdu o. Kerimka, ben mağaç duray ya. Günler, birisini saklap duramsız. Kızıl bayrak sol şey kadrayını kubatıgan yol açan başta amaçını çıkanlar. Muşu maşına Kızıl Bayrak'ın ışığı baram diken. Akıyıp duram. Balam yıkılap ketip atıdı. Gelin. Bir yatır öyle. Ne akı var? Rahmet. Rahmet. Yol açan başta. Ben tondan çıkarıp oturadığını maşına çıkanlar. Kılıpınız ne? Maşını casık elip koymagansın. Bana yenim de. Bugün kaytıp gelemsiz. Keştik maşinede qaytib kelime. Dağvançilik meydanından man kızlıgın ağaç gelin. Xatirjam bo'ling. Bana gittar tayyorlab qo'yamsiz. Xo'sh emsa.